Xitoyning kasbiy tarbiyalash markazlari nomi ostida qurilgan jazo lagerlarini fosh qilish uchun Sharq Turkistonga borgan BBCning muxbiri Xitoy doiralarining nazoratidan qutulib, ba'zi joylarni yolg'iz ziyorat qilganligini bildirdi. BBCning muxbiri Jon Sadovich Sharq Turkistonga berishdan burun Turkiya va Qozog'istonda bir turkum kishilar bilan ko'rishib, ulardan jazo lagerlarida tutilgan yaqinlarining rasm va adreslarini olgan. Jon Sadovichning Sharq Turkistonda eppagan tadqiqoti natijasida oilalardan ayrilgan bolalarning Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarshi ishlatayotgan lager siyosatining qurbonlariga aylanganligi isbotlandi. Xitoy amaldorlarining Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini kasbiy tarbiyalash markazlari deb atab kelayotganligiga qaramay, BBCning muxbiri ziyorat qilgan uylarda uzun muddatgacha hech kimning yashamaganligi isbotlandi. Hong Kong yerlik hukumatining jinoyatchilarni Xitoyga qaytarib berish to'xtamini majlisga qabul qildirishga uringanligi va buningga qarshi o'tkazilayotgan namoyishlar 1997-yili Beijing va London orasida imzolangan Xitoy-Angliya o'rtaq qarornomasiga diqqatlarni tortdi. 1842-yili ikki davlat orasida yuz bergan Apyon urushi natijasida Angliya Xitoy imperatorligini yengib Hong Kongni tortib olgan. Bir mezgil o'tgandan keyin 1898-yili London hukumati Hong Kongni 99 yilga ijaraga oldi. Hong Kongning 1997-yili Xitoyga qaytarilib berilishdan burun Xitoy-Angliya o'rtaq qarornomasi qabul qilingan. Hong Kong kapital sistemasining davom etishi uchun Angliya tarafidan o'tirg'i qo'yilgan bir davlatda ikki xil tuzum qoidasi asosida Xitoyga qaytarilgan. Yevropa amaldorlari NATOning mudofaa sistemasini Rossiyaning boshqarilgan o'rta musofirlik yadrolik raketalarini tushirib talaydigan qilish uchun izlanayotganligi xabar qilindi. NATOning Eronga o'xshash rayon sirtidan keladigan tarafga qarshi mavjud mudofaa sistemasida qilmoqchi bo'lgan o'zgartishning ittifoqni buzadiganligi va Rossiyaning g'azabini keltiradiganligi aytilmoqda. Pentagonning burunqi xodimi Jen Townsend bu bizni Ruslar bilan tuzatish imkoni bo'lmagan bir yo'lga olib kelishi mumkin dedi. İranning poytaxti Tehronning Juma imomi Abaydullah Muhbi Kermani Isroilni yo'q qilish uchun uning atom stansiyalariga hujum qilish kifoya qiladi dedi. Kermani Iranning qo'yg'ilantirilgan uran ishlab chiqarishni o'stirganligini aytib, buning atom bombasi yasash uchun emasligi, Iranning bunday qurollarni ishlatishga qarshi ekanligi va atom bombasiga ehtiyojining yo'qligini ta'kidladi. Juma xutbasining oxirida Kermani yana İranning 7 avgustdan boshlab xohlagan miqdorda uran ishlab chiqaradiganligi va Amerika Paris dengizining qon dengiziga aylanishini xohlamasa, harbiy hujumni o'ylanmasligi kerak ekanligini aytdi. Rossiya Angliyaga qarashli Gibraltar avtonom oblastining Ironga oid neft kemisini tutilishiga qattiq norozi bo'ldi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan yoziqcha bayonotda kemining Iran va Suriyadagi vaziyatni og'irlashtirish uchun qasddan tutib olinganligi aytilgan. Bayonotda 4-avgust kuni Angliya dengiz armiyasining yordami bilan Panama davlat bayrog'i esilgan kemini tutgan hukumatni ayblaymiz deyilgan.